Soliq haqida umumiy tushunchalar. Soliq deganda Soliq kodeksida belgilangan O'zbekiston Respublikasining davlat byudjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadigan majburiy beg'araz to'lov tushuniladi. Yig'im deganda byudjet tizimiga Soliq kodeksida yoki boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan majburiy to'lov tushuniladi. Soliq bilan yig'imning farqi shundaki, Soliq kodeksida belgilab qo'yilgan. Misol uchun jismoniy shaxslar ishlab daromad topganligi uchun daromad solig'i to'laydilar. Yuridik shaxslar tovar aylanmasidan aylanma soliq to'laydilar yoki daromadlardan xarajatlarni ayirgan hollarda foyda solig'i to'laydilar. Yig'im esa misol uchun alkogol savdosi bilan shug'ullanayotgan tashkilot alkogol sotish huquqini olish uchun yig'im to'laydi. Soliqlarning turlari: qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i, foyda solig'i, jismoniy shaxslarning daromad solig'i, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq, foydali qazilmalarni qazib olganlik uchun maxsus renta solig'i, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, mol-mulk solig'i, yer solig'i hamda ijtimoiy soliq. Soliqlarning ushbu turlaridan tashqari maxsus soliq rejimlari ham mavjud bo'lib, aylanmadan olinadigan soliq bu maxsus soliq rejimi deyiladi. Mahsulot taqsimotiga oid bitimlar ishtirokchilariga soliq solishning alohida tartibi. Bu nima degani? Bunda O'zbekiston Respublikasi xorijiy investorga o'sha konlarni qidirish, topish, ekspluatatsiya qilishni topshiradi. Bunda investor o'z mablag'lari orqali tavakkal qilib o'sha konlarni o'zlashtirishga harakat qiladi. O'shanda bitim tuziladi. Maxsus iqtisodiy zonalar ishtirokchilariga va ayrim toifadagi soliq to'lovchilarga soliq solishning alohida tartibi. Xabaringiz bor, mana sanoat zonalarida faoliyat yuritayotganlarga qanaqadir bir alohida boshqacha stavkalar qo'llaniladi. Va O'zbekiston Respublikasining ayrim hududlarida soliq solishning alohida tartibi. Borish qiyin bo'lgan, ob-havosi boshqacha bo'lgan hududlarda soliqlardan ma'lum bir yengilliklar beriladi. Misol uchun o'sha Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq hududida yoki boshqa hududlarda misol qilishimiz mumkin. Yuridik shaxslar kimlar? O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga muvofiq tashkil etilgan yuridik shaxslar. Chet davlatlarning qonunchiligiga muvofiq tashkil etilgan fuqarolik huquqiy layoqatiga ega bo'lgan chet el yuridik shaxslari va xalqaro tashkilotlar. Jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar. O'zbekiston Respublikasining fuqarolari, chet davlatlarning fuqarolari, shuningdek fuqaroligi bo'lmagan shaxslar jismoniy shaxslardir. Belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan va yuridik shaxs tashkil etmagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan jismoniy shaxslar esa yakka tartibdagi tadbirkor hisoblanadi. Soliqlarning elementlari nimalardan iborat? Soliq solish obyekti. Keling shuni daromad solig'i misolida ko'rib chiqamiz. Jamiyatda, o'sha korxonada ishchilar, jismoniy shaxslar faoliyat yuritayotganligi bu soliq solish obyekti. O'sha jismoniy shaxslar ishlashi bu obyekt bo'ladi. Soliq bazasi esa qancha jismoniy shaxs qancha miqdorda oylik maosh olishi, bu baza bo'ladi. Soliq stavkasi Soliq kodeksida keltirib o'tilgan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i 12%. Soliq davri soliq turidan kelib chiqqan holda belgilanadi, yoki oy yoki yil. Soliqlarni hisoblab chiqish tartibi. Soliqlarni hisoblab chiqish tartibida yuridik shaxs o'zi mustaqil hisoblab chiqadi. O'sha jamiyatda nechta ishchi ishlaydi, ularga jami qancha oylik hisoblandi, o'sha hisoblangan oylikdan stavkaga ko'paytirgan holda soliqlar hisoblab chiqariladi. Soliq hisobotini taqdim etish tartibi. Soliq hisobotini taqdim etish tartibi ham Soliq kodeksida keltirib o'tilgan. Har bir soliq uchun, shu daromad solig'i misolida aytadigan bo'lsak, oy yakunlangandan keyingi oyning 15-sanasidan kechiktirmasdan hisobotni taqdim etish shart.
Soliqlar to'lash tartibi. Hisobot taqdim etilgan kunning oxiri soliqlarni to'lashning oxirgi kuni hisoblanadi. Misol uchun avgust oyi uchun daromad solig'ini siz sentyabrda 15-sanasidan kechiktirmasdan taqdim etishingiz kerak. To'lovlarni ham o'sha 15-sentyabrda kechiktirmagan holatda to'lashingiz shart. Korxonalarning tashkiliy huquqiy shakli. Kichik va o'rta biznesda odatda ikkita shakl o'rtasida tanlov bo'ladi: xususiy korxona va mas'uliyat cheklangan jamiyat. Shuningdek, oilaviy korxona hamda yaxlit ham ochib ishlatish mumkin. Xususiy korxona. Bunda ta'sischining maqomi faqat jismoniy shaxs. Ya'ni ta'sischi jismoniy shaxsdan o'zga bo'la olmaydi, yuridik shaxs bo'lishi mumkin emas. Mulkdorning o'zi direktor bo'ladi, boshqani direktor etib saylash ham mumkin emas. Ustav fondidagi ulushini sotishga ruxsat berilmaydi. Korxona mulki yetarli bo'lmaganda ta'sischi majburiyatlari bo'yicha shaxsiy mulki bilan javob beradi. Korxonaning mulki yetarli bo'lmaganda biror bir narsani qoplash uchun xususiy mulkka qaratiladi. Mas'uliyat cheklangan jamiyatlar 50 tagacha ta'sischi bo'lishi mumkin, yollanma xodimni rahbar etib saylash ham mumkin. Ular ulushlarini ham bemalol sotishlari mumkin. Ta'sischilar faqat o'sha tashkilot tashkil etilayotganda kiritgan mulklari doirasida javobgar bo'la oladilar. Undan ortig'iga emas. Oilaviy korxona. Bu oilaviy korxona kamida 2 nafar oila a'zosi birgalikda ochishi mumkin. Faoliyat yuritishda yashash xonadonidan ham foydalanish mumkin. Qolgan shakllar bilan, huquqiy shakllar bilan buni farqi shunda: mas'uliyat cheklangan jamiyat yoki xususiy korxona turar joy binosida faoliyat yuritishi mumkin emas. Uning uchun faoliyat yuritmoqchi bo'lsa, o'sha turar joy binosini kadastrini noturarga o'zgartirish shart. Oilaviy korxonada bu shart emas. Yana bir muhim jihat, oilaviy korxonada o'sha turar joyda faoliyat yuritayotgan bo'lsa, kommunal to'lovlarni jismoniy shaxslarga belgilangan tariflar bo'yicha to'laydi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar, ular jismoniy shaxs, bular ham ma'lum bir belgilangan faoliyat doirasida faoliyat amalga oshirilishi mumkin. Yillik tovar aylanmasi 100 million so'mgacha qat'iy miqdorda daromad solig'i to'laydi ular. Bir xil belgilangan oyma-oy to'laydi. Yillik tovar aylanmasi 100 million so'mdan oshganda esa ixtiyoriy qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tishi mumkin yoki-da avtomatik ravishda aylanmadan soliq to'lashga o'tishlari mumkin. Yillik tovar aylanmasi 1 milliard so'mdan oshganda esa majburiy tartibda qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tadilar. Korxonalar qanday ro'yxatdan o'tkaziladi? Davlat xizmatlaridan borib o'tkazishingiz mumkin yoki o'zingiz mana New bir darcha sayti orqali biznes ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Masalani tushuntirib berishga harakat qilaman. Umumiy tasavvur hosil bo'lishi uchun kelib chiqishiga ko'ra turkumlang hamda balans va moliyaviy natijalar tuzing. Bunda quyidagi formulalardan foydalaning. Balansning formulasi majburiyatlarga kapitallarning yig'indisi aktivga teng bo'ladi. Daromadlar, moliyaviy natijalarda esa daromadlar xarajatlardan katta bo'lsa foyda yoki aksincha bo'lsa zarar ko'radi. Ishlab chiqarish binosi. Demak, subyekt nazorat qila oladi. Daromad olish maqsadida ishlatadigan iqtisodiy resursimiz bo'lganligi uchun bu aktiv bo'ladi. Hisob raqamdagi pul mablag'lari, u ham yuqoridagi tarifga tushganligi uchun bu ham aktiv. Tayyor mahsulot sotishdan daromad. Bu o'z nomi bilan daromad. Xom ashyo va materiallar. Bu skladagi materiallar, ishlab chiqarish asosini tashkil etgan narsalar. Demak, tasarrufsizda daromad olish maqsadida ishlatasiz, bular aktiv. Soliqdan qarzdorlik. O'z nomi bilan qarz, majburiyat. Reklama xarajatlari, xarajat. Xaridorlarning qarzi, ya'ni oladigan pullaringiz, aktiv. Elektr energiyadan qarz, majburiyat. Xodimlardan ish haqi bo'yicha qarzdorlik, bu ham majburiyat. Mol yetkazib beruvchilardan qarzdorlik, bu ham majburiyat. Ustav kapitali, o'z nomi bilan kapital. Sotilgan mahsulot tan narxi, bu xarajat albatta. Taqsimlanmagan foyda, ham kapital. Endi shuni ko'rib chiqamiz. Demak,
Bizda 250 million so'm ishlab chiqarish binosi aktiv, 13 million so'm hisob raqamdagi pul mablag'larimiz aktiv, 45 million so'm xom ashyo materiallarimiz aktiv, 28,5 million so'm xaridorlarning qarzlari aktiv. Bularning yig'indisi 336 million 500 ming so'm bo'ldi. Majburiyatlar 7 million 200 ming so'm soliq oldidagi majburiyatlarimiz, 10 million 3 ming so'm 300 ming so'm elektr energiyadan qarzimiz, 10 million 500 ming so'm xodimlardan qarzimiz, 21 million 700 ming so'm mol yetkazib beruvchilardan qarzlarimiz. Jami majburiyatlarimiz 49 million 700 ming so'm bo'ldi. Endi kapitallarimiz 270 million so'm ustav kapitali hamda 16 million 800 ming so'm bu taqsimlanmagan foydamiz. Shunda 49 million 700 ming so'm jami majburiyatga 286 million 800 ming so'm kapitallarimizni qo'shganimizda 336 million 500 ming so'mga teng bo'ladi. Bu balans tengligi to'g'ri bo'ldi. Moliyaviy natijalar esa bizning daromadlarimiz 95 million 800 ming so'm, tayyor mahsulot sotishdan daromadimiz 1 million so'm, reklama harakat, sotilgan mahsulotning tan narxi 78 million so'm. Shunda daromadlarimizdan xarajatlarimizni ayirganimizda taqsimlanmagan foydamiz 16 million 800 ming so'm bo'ldi. Hisobot davridagi taqsimlanmagan foydangiz va moliyaviy natijalardagi foydangiz barobar bo'lishi shart. Shu bilan birinchi darsimiz, kirish darsimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.